Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Aziz o'quvchilar, Muallim Thani kitobimizda o'qishda davom etamiz. Keyingi darsimiz mana za harfi. Za, zi, zu o'rgandik-a? Endi esa qarang, fathali holatda mana. Az ko'ryapsizmi? Cho'zilyapti. Az deb qo'yganim yo'q yoki az deb ham ko'p cho'zib o'rganim yo'q. O'rtacha. Az, iz, dommali holatda. Uz. Buni o'tgan darsda bildik. Endi esa qarang. Za harfimiz fathalik za bo'ladi va undan keyin ro harfimiz sukunlik. Nima bo'ladi? Zar. Zar. Qarang, roni yo'g'on qilishimiz kerak, chunki oldin fathalik kelyapti. Zar. Zar deb o'qishimiz xato bo'ladi. Zar yo'q. Zar. Keyingi harfimiz mana zir, ingichka o'qiymiz. Za harf kasralik, ro sukunlik. Zir. Zir. Endi dommali kelganda zo'r. Zo'r. Endi 3 tali harfga o'tamiz. Birinchisi fatha. Mana alif ustida fatha bor. Az, buni bildik. Endi ru'ni qo'shamiz. Azru. Qarang. Azru. Zda haqqini berishim kerak. Azru. Azru emas, azru. Azru. Izru. Izru. Zda haqqini beraman. Uzru. Qarang, uga lavun cho'chchayapti, zda qaytyapti. Uzru. Roda yana cho'chchayapti, chunki dommalik. Ko'rasizmi? Uzru. Lavlar o'ynash kerak. Mana orzu. Orzu. Rni yo'g'on qilish esdan chiqmasin, chunki ro harf oldida dommalik yoki fathalik esa yo'g'on bo'ladi. Orzu. Orzu. Ro orzu bo'lib turib, r qalqala ham bo'lib qolmasin. Orzu deb yo'q. Orzu. Orzu. Demak, bu darsni yaxshilab tayyorlab bizga yuborasiz. Fa subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.